Milliy sertifikat imtihonlarining 40-savolini ishlash nihoyatda qiyin tuyuladi. Negaki 40-savolni ishlash uchun faqat bu grammatik bog'lanish emas, butun sintaksis bo'limini siz batafsil, chiroyli, ajoyib tarzda o'rgangan bo'lishingiz kerak. Lekin shu o'rinda aytib o'tamanki, 40-savolni ishlashda ham ozgina yengillashtirish variantini biz sizga taqdim etamiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Savol: gapda so'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini to'g'ri tahlil qiling deyilyapti. Buning uchun eng asosiy narsa to'g'ri o'qib olamiz. Ko'pdan ko'p baxtsizlikning ildizi shundaki, yoshlikdanoq bolani o'z xohishlarini tizginlashga, bu ishni qilish mumkin, bunisini esa albatta qilish kerak, buni qilish esa mumkin emas degan tushunchalarga to'g'ri yondashishga o'rgatilmaydi. Endi tizginlashga so'zi markaziy so'z. Agar, ya'ni A savolda aytayapti, gapda ajratib ko'rsatilgan so'zga tobilanib bog'langan so'zni yozing deyapti. B'sida esa teng munosabatdagi so'zni yozing deyapti. Endi tobilangan, ya'niki tobiy munosabatdagi so'zni topishdan ko'ra teng munosabatni topish nisbatan osonroq. Buni oddiy ikkita usulda aytaman. Birinchisi, teng bog'lanish uchun yo sanash ohangi mavjud bo'lishi kerak yoki teng bog'lovchi bo'lishi kerak. Ikkitasi o'sha teng munosabatdagi so'zning o'rtasida. Sanash ohangini biz hamisha ko'ramiz, bular vergul orqali yuzaga chiqadi. Tizginlashga so'z ajratib ko'rsatilgan. Endi tizginlash so'zining turkumi fe'l, harakatnom shaklda bo'lyapti. Yana xuddi shunga o'xshagan boshqa fe'l, harakatnomi va yo'nalish kelishidagi so'zni topamiz. Bu qismda ikkita yo'nalish kelishidagi so'z bor. Birinchisi tushunchalarga, ikkinchisi yondashishga so'z turibdi. Endi tushuncha ot, yondashishga esa fe'l, harakatnomi. Bu ikkalasi harakatnomi sifatida bir-biriga nisbatan teng bog'langan va yo'nalish kelishligi mavjud. Demak, B javobda tizginlashga so'zga nisbatan teng munosabatdagi so'z yondashishga so'z bo'ladi. Demak, yondashish. Yondashishga. Endi ko'pchilikda muammo paydo bo'ladi yoki savol paydo bo'lishi mumkin. Ikkala so'z yonma-yon emas. Albatta, teng bog'langan so'zlar yoki bir-biriga tobi bog'langan so'zlar hech qachon yonma-yon bo'lishi shart emas. Bu yerda asosiy muhim jihat orasida sanash ohangi yoki teng bog'lovchilar bo'lishi yoki bo'lmasa o'sha teng bog'langan so'zlarning grammatik jihatdan shakllari, ya'ni qo'shimchalari bir xil bo'lishi kerak edi. Endi A savolda tobilanganini ko'ramiz. Endi yondashishga so'z qaysi so'zga tobilanyapti? Yondashishga o'rgatilmaydi so'zga tobilanyaptimi? Xo'p, siz hamisha biling, teng bog'langan har ikki so'zning hokim qismi, hokim qismi yoki bir so'zga tobilanadi. Hokim so'zi bitta bo'ladi. Yondashishga so'zga nisbatan o'rgatilmaydi so'zi hokim bo'lsa, tizginlashga so'zi ham xuddi shunday o'rgatilmaydi so'zi hokim hisoblanadi. O'rgatilmaydi. Demak, bu yerda e'tibor berdingiz, avval A savolni emas, B savolni ishlab ko'rdik. Keyinchalik A savolga o'tdik, B savolining natijasida. Demak, har qanday qiyin mavzuni ishlashda ham butun mavzuda to'liq yodlash yoki butun mavzuni to'liq anglashdan ham muhim narsa unga to'g'ri yondashish texnikasining borligidir. Shu va shunga o'xshash savollarni bizning kanalimizda doimiy kuzatib boring va bizni qo'llab-quvvatlang.